Nimlayda o'qib yiqinglar qizlar. Endi bu yerda sizlarni o'zimga ishontirish uchun birovlardek men ko'p turib mal satamayman, yolg'on gap qilib mal satamayman. Haddidan ziyoda chin qilib eliqindek holatda mal satamayman. Shunga ishlasanglar o'zinglarning terisiga ishlatysizlar. Yaxshi. Men izchil deb kelyapman. Mahsulotim yaxshi deb. Setilish bahasi 108 qo'yliq mal. Zavoddan shu bahada satsang bo'ladi, shu bahaga arzigidek may degan. Lekin men vakolatchi olmadim birinchidan. Hamda har bir vakolatchi olsak o'tirliqda 20-30 qo'ydim farq qiladi. Bir vakolatchi bilan bir vakolatchining o'tirliqida. Yana birisi e'lon tashviqot qilib pul xashlamadim. O'zimning meli, o'zim bir oila ayoli. Shu o'zimga o'xshash oila ayollarga atab chiqargan mahsulot bu qizlar. Mush javhar bo'lsin, patqaqmat ham bo'lsin, mush namlikim bo'lsin. Men mushundaq teri asrash mahsulotlarini ololmay terilarim dag'ilib qo'rqib esib ketgan. Mush mening burun rasmlarimni ko'rsanglar, voy mas sizma deysizlar. Meni tunanmaysizlar desam ishlamsizlar. Shu asrash degan huquqni tushungandan keyin mushu teri asrash kasbi bilan shug'ullanib, oxirida mush o'zimning markasida mahsulot ishlab bozorga soldim. Chunki buning bahosini qancha pul qilgan bo'lsa, shuncha pul qilib sota olmayman. Hech kimning og'ziga qarmayman. Hech kimning gapini anglamayman. Shunda bo'lgan keyin sizlar uchun chiqargan mol bu. Sizlardek oila ayollar uchun chiqargan mol. Mabek olichon xonim qizlar, bek cho'ng umid tutgan qizlar, maxsus so'z saraylarga kiramsizlar, bozorlarga berib tutib silab olamsizlar, ishiltinglar. Menga ishinidigan, o'zimga o'xshash samimiy xonim qizlar bir quti ishlatib ko'rib yiqinglar. 19 qo'y 9 mo zavod bahasi desib qo'ydim. O'zimga qoldigan payda chiqib qo'yma qammaydi qizlar, kirasini to'lab salaman malniki. Men malniki menga chiqish tanarqimi 15 qo'yning oldida chiqqan mal, pochta pul to'layman 3 qo'y nechmi, do'yindan tutib oldi 9 mo'chan 8 mo'chan. Hisoblab yiqinglar menga necha pul qoldi. Endi jix yegan, poq yebdi, oz yegan, birma yebdi degandek, shunga jix payda olmadim. Shu sizlarni ishlatib ko'rib baqsin, azroq bo'lsin teri suptini yaxshilab baqsin. Hammamiz bir ayol kishi bo'lgan keyin bir-birimizni qo'llashaylik deb, shunday yaxshi bo'lgan mahsulotni sizlarga sundum. Ham ishlatib ko'rib baqaylik desanglar, sinab yiqinglar 300 nechta malni paliyat qilib shu 19 qo'y zavod bahasida isib berdim. Ishonmaydigan qizlar sirib o'tkazsanglar bo'ldi 19 qo'ylik mal qanday qilmoqchi degan. Mushu sizlar mushu supidan bulamdi, bozorlardan bulamdi 70-80 qo'ydan 120 qo'y 130 qo'ydan ishlatadigan namlik javharlaringlarniki supitiga, tarkibiga, unumiga o'xshash desam bo'ldi. Haqiqatan yaxshi. Endi bu davolash xarakterdagi mahsulot emas, asrash xarakterdagi mahsulot. Asray, oldin olay, terim jiriklashib ketpardi, qurg'oqlashib ketpardi, nursizlashib ketpardi degan qizlar sinab yiqinglar. Bu sutmay qizlar ko'rdinglarmi? Mushu ishonmasanglar 7 kundan 15 kungacha ishlatib ko'rib yiqinglar. Agar yuzinglar ishlatganlar kelsa, maxsus bir qulonlarga ishlatib, aqshimisi surib atsatigini yuvib yiqinglar. Ma qulonlar bilan ma qulonlarning holatini naq maydonda silab his qila olasizlar. Haqiqatan yaxshi. Unda bo'lsa isib qo'ydim. Askartish, purqi, sixmaq to'g'ri puraydi. Mushu puraqni qabul qila oladiganlar ishlatinglar. Ammo puraqni qabul qila olmaydiganlar ammanglar. Andan keyin bir qiz bola malni qimmat olibdimi deb do'yin do'konda mal qaytadi, qarasam to'nigan 19 qo'y. Qimmat olgan bo'lsangiz siz mush uddul top mal sotadigan o'rinlarga berib, tanarqi necha mo'chandan chiqadigan mallarni-chu, 15 qo'y 20 qo'ydan sotadi sizga. Ashtaq mallarni deb ishlating-chu. Mening melim necha mo'chandan chiqqan mal emas. Tanarqi mush menikidek 15 qo'y, 14 qo'y, 16 qo'ydan chiqadigan mallarni 70-80 qo'y, 120 qo'y sotib atadi. Endi men unda sotmadim. Shunga mushundaq odamlarga yaxshilik qat'iy yarashmaydi. Talatini ko'rdim qizlar. Ajoyib, tovday shu necha mo'changa yaraydigan talatga rasga qilsam, hamma narsa asirg'ani biladi. Ishiltinglarsa yaxshiroq ishiltinglarma, supitiga qarab, tarkibiga qarab, nima bor, xanzo chuqmasanglar men so'zlab beryapman sizlarga. Qalayimqan tarkib qo'shilmagan teri spek sezgur qizlar ishlatmanglar mos kelmaydi. Chunki ig'irga qoldi. Nima desanglar, turbusi bilan farqi yo'q mahsulotlar bo'lgan bo'lsa, bu chuqum sizlarga yoqdi. Chuqum sizlarga bo'ladi deb tashviq qilatdim. Chunki u ya foyda qilmaydi, ya ziyon qilmaydi. Men mahsulotlar sal kuchli bo'lganligi uchun sizlar ishlatib unumini ko'ryapsizlar. Teranlarga o'zgarishni his qilyapsizlar. Bunday kuchli narsalar sizlarga xil kelmaydi qizlar. Chunki teranlar orom qoldi, akab kuchli narsa ishlasanglar qabul qila olamdi. Yo'q. Bundaq tutib qulonlar chimdab yiqinglar va shi og'riydi. Bundaq tutib chimdab yiqinglar og'ramdi. Yo'q. Hozir teranlar mush xil holatda chip holatda. Bunda bir qilib qo'ysimi, tirnoq xuddi bir sanchilib kirgandek bilinadi. Teranlar shunchalik darajada ojiz, tushundinglar? Ma'qul qizlar unda bo'lsa esibatdim. Shu bir sinab aqlimush qizlarning mahsuloti zodi qanaqdir deb ishkilangan qizlar ishlatib yiqinglar. Chunki o'ylashmay ishlatib yiqinglar. Sanaz qoldi.